Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va ma'rifat telekanalida agar ko'rsatuvining navbatdagi soni dasturlarimiz davomida yurtimiz ijtimoiy-siyosiy hayotiga oid bo'lgan yangiliklar xususida ma'lumotlar berib borishga harakat qilyapmiz. Bugun esa ekspert hamda mehmonlarimiz bilan birgalikda sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar 90 kunlik dastur qanday amalga oshiriladi savol ostida javoblar topishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang, boshladik. Yana bir bor assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsizlar. Bu tibbiyot, davlat va jamiyat hayoti faoliyatining eng muhim sohasi hisoblanadi. Undagi yangiliklardan yurtdoshlarimizning tez va vaqtida xabardor bo'lishi juda muhim. Demak, 90 kunlik dastur haqida ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida eshitib boryapmiz. Keling, buni maqsadi nima? Nima maqsadda tashkil etildi? Xalqaro tajribada ham bu o'zini oqlaganmi? O'zbekiston tajribasida nimalar rejalashtirilgan, nimalar ko'zda tutilgan? Shular haqida aytib bersangiz. 24-yili biz turk ekspertlarini jamlaganmiz o'zimizga, 7 ta turk ekspertni. Ular 2002-yili Turkiyada shu islohotlarni boshlab, hozir Turkiyani tibbiyotda juda rivojlangan desak, shu rivojlantirgan odamlar bo'ladi. Ular o'zlarida Turkiyada ham 90 kunlik o'zgarishlar deb bunda dastur qilingan. Ular oddiy shifokorlarni Belgikdan boshlab, bemor kelganda, bemorning qarindoshlari bemor to'g'risida ma'lumot olaman desa, shu qanaqa qilib berish kerak deb shunaqa tarbiyalab o'zlarining shifokorlarini shu qadamdan boshlagan. Endi biz bu turk ekspertlar bilan 700 ga yaqin muassasalarga bordik, tibbiyot muassasalariga respublika bo'yicha. Bular hammasini o'rganib chiqayotganda biz islohotlarni amalga oshirish uchun 3 ta qadamga bo'ldik. Birinchisi qisqa muddatda qilinadigan ishlar, ikkinchisi o'rta muddatda, uchinchisi uzoq muddatda. Shundan qisqa muddatga bu 90 kunlik dasturimiz kiradi. Nega aynan 90 kun, nega aynan qisqa muddatda desa, bu qilinadigan ishlarni kam mablag'da yoki mablag'siz qiladigan ishlarda amalga oshirish uchun ro'yxat qildik. Bu uchun kitobcha chiqardik. Bu kitobda har bitta qadamini yozib, ijrochilarga tushuntiriladigan oddiy tilda yozib chiqardik. Endi buni birinchi qadamda boshlaganda, bu narsalarni amalga oshirganda biz xalqimiz, biz gapirmasak ham sezadigan ishlar. Buni 5 ta maqsadi bor, 19 ta chora-tadbiri bor va undan tashqari 4 ta chora-tadbir bor qo'shimcha. Bu maqsadlarda katta maqsadlardan biri bu bemor kelganda poliklinikada, shifoxonada yo'laklarni, yoritish tizimlarini hammasini to'g'rilash. Ikkinchisi bu qulay ro'yxatxonalar. Bizda hozir sharoitda bilasizlar, ro'yxatxonaga kelganda oynada yopilgan kichkinagina teshikcha bo'ladi, shu orqali gaplashadi. Bunaqa muloqot bo'lish kerak emas. Xuddi banklarga o'xshab, ro'yxatxonaga kelganda, ro'yxatxona yangi tizim bo'yicha bemor bilan ro'yxatxona hamshirasi yuzma-yuz gaplashgan imkoniyat yaratiladi. Bundan tashqari kutish zallari tashkil etiladi. Bu hammasi ro'yxatxonaga imkoniyatni yaratib, haligi bemorlar bir-birining orqasidan turmasdan, misol poliklinikaga borsangiz, soat 8 dan 10 gacha odam to'la bo'ladi. Shunaqa to'la mahallada bemalol o'tirib, hamma o'zini navbatiga qarab kirish uchun. Yana bitta maqsadimiz bu achinarli holatni ko'rganimiz viloyatlarda yurganda, bu hojatxonalar. Hojatxonalar sababi bu hojatxona yaxshi qilinmasa gepatit A tarqalishi mumkin, boshqa kasallar tarqaladi. Turk ekspertlardan so'rasak, bizda qolmadi bu kasallar. Qanaqa qilib qolmadi, nima qildinglar desak, oddiy hojatxonadan boshladik dedi. Bu sharoit hojatxonada qog'oz, issiq suv, sovuq suv bo'lsa ham, rak joyda biz yursak, sovuq suvda o'zi ham yo'q, suvda o'zi yo'q. Gigiyenik vositalar, shulardan tashqari yana bitta yo'nalish bu ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlar uchun imkoniyatlar yaratish, inklyuziv. Bu panduslar, sababi poliklinikaga murojaat qilganda nafaqat odam o'zi yurib keladi, balkim aravachada keladiganlar bor, onalari bor, farzandlarini olib keladigan, bularga kirishga imkoniyat yaratish. Undan tashqari biz yana bitta yo'nalishni oldik, bu etika, deontologiya va empatiya. Empatiya degani bu bemor kelganda shifokor, hamshiralar hammasi gaplashganda o'zini shu bemorning o'rniga qo'yib gaplashish, yaxshi muomala qilish. Shu yo'nalishlarda biz shug'ullanyapmiz. Tushunarli. Rahmat kattakon. Undan tashqari yana 90 kun davomida nimalar o'zgarishi kutilmoqda va demak bu 90 kunlikdan keyin ham yana davom etadimi yoki 90 kun davomida agar muammolar bartaraf etilishi maqsad qilingan bo'lsa 90 kun ichida hammasi hal bo'lib qoladimi? Birinchi bo'lib bu ishlarni yaxshi amalga oshirish uchun, sababi bu 90 kunlik nafaqat hozir 15 ta tumanda bo'layotgan islohotlarga emas, bu butun respublikaga. Oddiy oilaviy shifokor poliklinikadan, OSHPdan boshlab respublika muassasalariga
tegishli ishlar. Shu sababli biz hozir platforma yaratdik. Shu platforma orqali biz har bitta qilinayotgan qadamini shu 23 ta modda bo'yicha har bitta chora-tadbirni kontrolga olganmiz. Bularni hisobotini olamiz, rasmlargacha hozirgi holat qanaqa bo'lgan va bu ishlarni bajargandan keyin nima holatga keldi. Avvalgi hozirgi holatda. Endi bu narsa hozir biz boshlaymiz. Aytganimdek qisqa, o'rta va uzoq muddatli ishlar bo'lganiga qisqa muddatda bu narsani amalga oshirishimiz kerak. Shu maqsad 90 kunda tugatib, xudo xolisa 1-sentyabrga bu ishlar tugaydi. Albatta bu platformani ishlatib, boshqa ishlarda ham shu orqali shunaqa o'zgartirishlar qilish niyatimiz bor. Misol oddiy gigiyenik vositalar bo'yicha 90 kundan keyin tugab qoladi degan narsa emas. Bu hamisha albatta bo'lish kerak. Bizda muammolar ko'p. Endi har bitta muammoni bir qator tushuntirib ketamiz yana efir davomida. Sababi bu kitobda yozayotganimizda biz o'zimizni o'ylab chiqqanimiz yo'q. Bu hayotda ko'rib, xalqimiz eshitib, xalqimiz nima norozi, nimadan norozi, shuni rozi qilish uchun nima qilish kerak deganda shu har bitta moddani yozib chora-tadbirda yozganmiz. Demak 90 kunlik dastur ishlab chiqilishi uchun albatta unga katta moliyaviy mablag' kerak bo'ladi. Demak rejadan tashqari ishlar amalga oshiriladi. Bu uchun ham demak davlat byudjetidan yordam so'raladimi? 2025-yildagi sog'liqni saqlash tizimiga ajratilgan pullardan olinadimi yoki alohida yana bu uchun davlat tomonidan ko'mak olinadimi? Shu jihat ham muhim. Bu mablag'lar bo'yicha aytsak, prezidentimiz o'zi aytdi, har bitta viloyatda hokimlari qo'shimcha 10 milliard so'm ajratish bo'yicha chiqdi. Tizimda haqiqiy ma'nodagi islohotlar bo'lishi uchun albatta. Albatta. Va u pullar to'g'ri joy-joyiga yetish uchun bizda prokurorlarning yordamchilari ham birga ishlayapmiz. Sababi bu ish to'g'ri bo'lishi uchun hammasi qonuniy to'g'ri yo'lda qilinishi uchun bu narsalar qilyapmiz. O'zingiz aytib o'tyapsiz, 90 kun davomida muammolar hal etilishi kerak, to'g'rimi? Shuncha yillar davomida hal etilmagan muammolar 90 kun ichida qanchalik bir hal etish mumkin bo'lar ekan? Shu haqli savol ham paydo bo'ladi jarayon. Mana misol, biz ilgari qonunchilikda ham bor edi, ona bola xonasi tashkil etsin degan. Bu narsa kerakligini menimcha tushuntirish ham kerak. Sababi har bitta ona farzandi bilan kelganda emlashga misol birdaniga 20-30 ta ayol kishi keladi bolalar bilan. Ular qorni ochadi. O'zimiz ko'rganmiz bu holatlarni. Erkak kishilar o'tiribdi, ayol kishi majburdan koridorda o'tirib, shu bolasini emizayotgan holatlar ko'rganmiz yoki tagini almashtirish kerak. Shunaqa bo'lmasligi uchun ona va bolaxona tashkil etish degan yana bitta biz chora-tadbirimiz bor. Bu narsani biz hozir shu bahona deganda shu sababli 90 kun ichida qildirib olsak, bo'ldi, bu narsa juda uzoq muddatga yetadi. Biz talab qilganda oddiy narsani talab qilishni boshlaymiz. Xonalaringiz yo'q bo'lsa deyapmiz poliklinikalarda. Oddiy burchak bo'lsa, shu burchakka parda ilib bitta o'tirg'ich stulchi qo'yib qo'ysa, bemalol o'tirib, nimaga konfidensialность bo'lib ko'rinmasdan bemalol bolasini qorin to'ydirsa bo'ladigan imkoniyat yaratdi deyapmiz. Bu narsalar uzoqqa yetadi. Bu ko'p ishlarimiz qilingandan keyin ilgari qilinmagan narsalar ham bor. Yana bitta narsa bor, ilgari panduslar qilingan bor, muassasalar bor, lekin ularni ko'rsak, talabga to'g'ri kelmaydi. Ayrimlari. U joyga nogiron odam o'zi chiqa olmaydi. Uni ushlagani nimalari yo'q, hali porучin deyiladi, ushlagani imkoniyati yo'q. Shu narsalarni ham biz hozir qarab, xatolar qilingan bo'lsa, xatolardan o'zgartirishga harakat qilyapmiz. Tushunarli, rahmat kattaga. Hozir oldingizda jurnal turibdi. Aynan tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar vaqti deb nomlangan. Keling buni ochib, o'zingiz yurtdoshlarimizga batafsil tanishtirib bersangiz. Yana qo'shimcha nimalar bor ichida? Mana tibbiyotda 90 kun o'zgarishlar vaqti bo'yicha mana biz o'zimizga shu eslatmani qo'limizga chiqarib oldik. Mana shuni ko'rsak. Mana barcha bu tibbiyot xodimlarimizni, muassasalarimizni shu ish bilan olib boriladi. Masalan, o'zimizni qo'limizdan keladigan ishlarni biz hozirgi kungacha qilib qo'ydik. Masalan, hozir aytyaptilar, ona va bola xonasi to'g'ri etilgan. Mana hozir o'sha emlashga kelinganda o'sha onalarimiz qiynalishardi. Mana hozir xona tashkil etdik. Uni o'zimiz, unga mablag' ketmaydi. O'zimizda o'sha bor narsa bilan biz u xonalarni to'g'rilab qo'ydik. Undan tashqari mana hozir o'sha kirib kelishayotganda biz o'sha reja ishlab chiqdik. O'sha hammasi 5 ta yo'nalish bo'yicha har bittasini o'sha masalan har bitta tuman shahar kesimida o'zligini hammasi rejasini qilib bu narsani biz hokimiyatga taqdim qildik. Buni hokimiyat ko'rib chiqib qancha mablag' ketishi, masalan biz qo'limizdagi mablag' ko'p mablag' ishlatiladigan rejalarimizda biz buni hokimiyatga berdik. Bular hozir mana ko'rib chiqib bizga mablag' ajratiladi va mana shu 90 kun ichida biz o'sha mablag' ketadigan
tadbirlarimizda bularni ishlatib shu 90 kun ichida to'g'rilaymiz. Mana hozir ko'raman, hozir aytib o'tilgan juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana masalan bizda open budjet o'ynadik. Open budjetda o'ynaganimizda juda ko'p muassasalarimiz o'ynab yutib, bu o'zligini muassasalarini ta'mirdan chiqarishdi. Ya'ni o'sha hozir shu talabga mos keladigan o'sha panduslarini qilishdi. Koridorlarning yorug'ligini, o'sha tizimini hammasini yengillashdi va o'sha ro'yxatxonalarni o'sha kelgan fuqarolarimizga, o'sha aholimizga mos kelishi uchun shunga qaratib o'z ro'yxatxonalarni yaratishdi. O'sha oldidagi oyna olib tashaldi, o'sha o'tirib, o'sha sharoitlar yaratildi. Masalan, hozir o'sha kutish joylarini yaratish, bu o'zimiz qila olamiz. Biz o'sha o'zimizda bor o'rindiqlarimiz bilan qo'yib, ularni o'sha kutish joylarini yaratdik. Bundan tashqari mana hozir biz o'sha hamma muassasalarimizni respublika bo'yicha raqamlashtirish tizimiga o'tganmiz. Raqamlashtirish tizimiga o'tganda bu kelganda 4 xil yo'l bilan ro'yxatxonada o'sha talon sistemasiga da olish mumkin bo'ladi. Ya'ni aholimiz o'zini o'sha telefoniga Dimet o'sha raqamlashtirish programmasini yozib oladi va u orqali o'zini lичный kabinetidan, ya'ni shifokorga yozilishi mumkin bo'ladi. O'sha orqali talon olishi mumkin bo'ladi. Yoki ayrim fuqarolarimiz, masalan, unaqa yosh katta fuqarolarimiz ishlatisha olmaydi unaqa telefonni, oddiy telefon ishlatishadi. Ular ro'yxatxonaga telefon qilib, telefon orqali, ya'ni mana shu shifokorga men bormoqchiman desa, ular mana shu vaqtda joy bor, talon chiqarib qo'yishadi. Kelib o'sha vaqtda kelib o'tishligi mumkin. Yoki o'sha ro'yxatxonaga kelishganda, ro'yxatxonada info kioskimiz bor. Ya'ni agar u fuqaromiz o'sha poliklinikaga ro'yxatga olingan bo'lsa, navbat kutmasdan info kioskidan talon olib shifokorga kirilishi mumkin va yoki o'sha ro'yxatxonada o'tirgan ro'yxatchi qizlarimiz o'zligini o'sha ID nomerini aytsa yoki hozir bizda identifikatsiya kameralari bor. Agar fuqaromiz pasportini esidan chiqarib qo'ygan bo'lsa, identifikatsiya kameraga qaraydi. Shu qaraganda fuqaro to'g'risida ma'lumot chiqib keladi va shu ma'lumot chiqib kelgandan keyin ular o'sha shifokorga talon, ya'ni yo'naltirib berishadi. Qulaylik yaratildi. Oldi mana ilgari to'g'ri aytishyapti. Hozir o'sha kelishganda ro'yxatxonalarda juda ko'p fuqarolar navbatda turgan bo'lardi. Hozir bu navbatlar kamaydi. Masalan, soat yozilgan soat 1 ga. Soat 1da keladi, shifokorga kirib ketadi. Endi hozir to'g'ri tushunmovchilik ko'p bo'lyapti. Fuqarolarimizga biz tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Ko'pchilik fuqarolarimiz haligacha aniq qilishmayapti. Nima uchun deydi? Men mana soat 10da keldim-de, talon olyapti-de, 9:30da yozilgan, mana keldi 9:30da kiryapti. Vaqtliroq kelganda talon 10da. Keyin tushuntiryapmiz, sizdan oldin ular telefon orqali yozilgan. O'shaning uchun siz keldingiz, masalan, siz kelganingizda 9:30 unda sizdan oldin olib bo'lganida, sizni mana 10da yozilib, u kelyapti, o'zini 9:30da vaqtida kirib ketyapti. Yurtdoshlarimizning ko'pchiligi shu paytgacha jonli navbatlarda o'rganib qolishgan. Telefon qilishmagan yoki onlayn yozdirib qo'yishmagan. Nechida kelsa, kimdan keyin kim bo'lsa, shunga qarab kelish boshlagan. Endi tizim o'zgardi. Shunga ham moslashish kerak, o'rganish kerak. Shundagina o'sha tartibbuzarliklar kamayadi, navbat kutishlari holatlari kamayib boradi. Rahmat kattakon va meni yana bir e'tiborimni tortgan jihat shu bo'ldiki, davolanib chiqqan bemorlar bilan aloqa o'rnatish, ya'ni rahbarlar uchun feedback tashkil qilinishi ham aynan bu 90 kunlik dasturga kiritilgan. Bular ham real jarayonda ishlayapti bugungi kunda. Biz hozir platforma orqali bu tekshirish nazoratini ham tushuntiraman. 90 kun ichida kamida 90 ta bemorni uyiga borib, hol-ahvolini so'rash kerak. Maqsad bizni rahbarlarimiz, tibbiyot muassasasi rahbarlari o'zini xodimlarni qanaqa ishlayotganini ichida yurganida ko'rmashi mumkin. Kimdir yaxshi ishlayapti, kimdir yomon ishlayapti. Shu uchun bemor misol operatsiya bo'lib chiqqandan keyin uyga u bemor orqasidan borsa, bizga shu bemor to'g'risida ma'lumot beradi. Mana operatsiya bo'lgan, chiqqaniga mana 2 kun bo'ldi, uyga ketyapman deydi. Boradi, uyga borib, u bemor bilan suhbat oladi. Suhbatda biz so'rovnoma qilganmiz, nimani so'rash kerak. Uni birinchi maqsadi misol bemor tibbiyot muassasasida yotganda, statsionarda misol operatsiyadan keyin ovqatlanadi. Shu ovqat qanaqa, shirinmi, yoqmadimi, yoqdimi, qanaqa muomala qildi sizlarga hamshiralar, shifokorlar, endi pul so'radimi, so'ramadimi, shunaqa joylargacha so'rab kelish kerak. Bu ma'lumot to'plab rahbar ham o'zini xodimlar qanaqa ishlayotgani to'g'risida ma'lumot to'plab oladi. Va aholi ham ko'radi, mana men to'g'risida o'ylashyapti ekan deb. Sababi bizning ishimiz shunaqa ish, aholi uchun xizmat.
Shuning uchun biz shu narsani tashkil etdik. Endi bu narsa yurib, undan bu narsani yoshdan oldin ham yuradigan rahbarlar bor. Nima jarayonda jarayonda. Bu narsani aytmasak ham qiladigan rahbarlar bor. Baram odamning o'zida. Endi hozir biz hammaga majbur qilyapmiz, boringlar deyapmiz, sababi xalq ichida yuringlar. Shavkat aka, o'zingiz ham shifokorsiz, ham tadbirkorsiz. Biz mutasaddilar bilan gaplashganimizda, demak, tibbiyot sohasida misli ko'rilmagan islohotlar bo'lyapti. Buni yurtdoshlarimizni qaysidirlari bilyapti, qaysidirlari bilmayapti degan fikrlarni eshitamizda. Haqiqatdan ham bugungi tibbiyot sohasidagi islohotlar xalqni rozi qila olyaptimi? Ham shifokor sifatida, ham tadbirkor sifatida fikrlaringiz biz uchun muhim. Endi hozir yuqorida aytib o'tilayotgan narsalar haqiqatan, masalan, men 90-95-yillar institutda o'qigan bo'lsam, o'sha paytlarda kitoblardan ko'rib, mana shunaqa narsalar bo'lar ekan deb tasavvur qilib yurgan narsamiz bugungi kunda haqiqatan ham mana shu tibbiyotda bo'layotgan islohotlar sababli juda ham yaqinlashib, ba'zi payt aytiladi, kasallik ko'payib ketdi deydi. Bu kasallik ko'payganligi emas, mana shu tibbiyotimiz rivojlanishi, diagnostikani yaxshilanishi, qolaversa mana shu davlat strukturasi bilan bir qatorda xususiy klinikalarni ham rivojlanishi, ya'ni davlat sistemasidan tashqari, demak, xususiy klinikalarda mana shu oxirgi zamonaviy tibbiyot sohasidagi asbob uskunalarda kirib kelishi. Bular masalan ba'zi paytda men aytishim mumkin, bundan bir 10 yil oldin borib Hindistonga yoki Yevropaga borib qildirish kerak bo'lgan operatsiyalar bugungi kunda mana shu texnologik rivojlanish natijasida ayrim davlat korxonalarida, lekin ko'pchilik holatlarda mana xususiy korxonalarda ham mana shunday murakkab operatsiyalar bugungi kunda qilinyapti. Buni sababi demak mana shu tibbiyotdagi mana shu yaratib berilayotgan islohotlar. Masalan, men o'zim Respublika shoshilinch yordam ilmiy markazida 18 yil ishladim. Meni hamkasblarim ko'pchiligi xorij davlatlarga chiqib ketgan edi. Ammo lekin mana shu oxirgi yillarda qilinayotgan islohotlar, mana shu qilinayotgan yaratib berilayotgan sharoitlar tufayli men o'ylaymanki bir 80% chiqib ketgan hamkasblarimiz hammasi qaytib kelib, bugungi kunda masalan haqiqatan ham xorijda borib $10,000 topgandan ko'ra O'zbekistonimizda o'zida 30 million so'm ishlasa ham, masalan bola chaqasini yonida, yaqinlarini yonida, masalan shu 30 million so'm ham o'sha xorijlik davlatda ishlagan $10,000 dan ko'ra afzalroq. Masalan, men dunyoqarashim shunday. Sabab farzandlari tarbiyasi, qolaversa yaqin qarindoshlar bilan salom alik. Shu sababli juda ham ko'pchiligi, masalan, mana shu juda katta bo'lmagan oylik bo'lsa ham, lekin avvalgiga nisbatan ancha yaxshi maoshlar hisobiga qaytib kelib, bugungi kunda mana shu juda katta yaxshi operatsiyalarni amalga oshirilyapti. Endi meni o'zim ham davlat tizimida ham xususiy sektorda ishlaganim sababli mana Sog'liqni saqlash vazirligini tomonidan masalan bundan bir 2 yil oldin vodiyga bir tekshiruvlar masalasida bordik. Bu ya'ni qariyalarni profilaktik ko'riga. Endi bu masala bo'yicha to'g'risini aytsam, endi zamon hozir shunday rivojlanib boryapti. Aholidan ham mana shu internetlardan, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib, mana shu davlatimiz tomonidan qilib berilayotgan bir yengilliklardan qanday foydalanish kerakligi haqida o'zlari ham ma'lumotga ega bo'lish kerak. Men o'sha viloyatlarda aylanib yurganimda shu haqda umuman ma'lumotga ega bo'lmagan fuqarolar bor. Bizda birgalikda xonadonlarga bordik, bundan xabari yo'q. Shu sababli men o'ylaymanki, mana shu 90 kunlikda ham xalqimiz ham aktiv ishtirok etib, masalan, hattoki yig'lamasa bola ona sut bermaydi deydi. Shuning uchun masalan bu xodimlardan, tibbiy xodimlardan ham, boshqa soha vakillaridan ham o'sha aholi o'sha o'ziga kerakli, salomatligi kerakli narsani kerak bo'lsa talab qilib olish kerak. Mana shu narsalar mana endi poliklinikaga men o'zim ham yaqinda bordim. Haqiqatan ham bu tizim yaxshi tizim. Ammo lekin bitta ikkita balkim bu o'sha IT sistemasida bo'layotgan kamchiliklardir. Masalan, navbat olganingizdan keyin ham oilaviy shifokorga borasizda yo'naltirilasiz. Haqiqatan ham kutish vaqti qisqartirilgan, ammo lekin ba'zi bir joylarda o'sha yo'naltirish hisobiga qisqa soha, masalan, kardiolog yo boshqa soha vakillariga borilganda ozgina navbat kutishlar holatlarini men yaqinda bir oylar oldin o'sha ko'rikka borganimda buni guvohi bo'ldim. Endi hozir mana bu 90 kunlik masalasida bu narsalar ham bartaraf qilinmoqchi. Buni yana bitta yaxshi tomoni, endi masalan men bu tizim bilan yaqindan demak tanishdim va yaqinda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda ham ishtirok qildim. Bu nafaqat davlat sektorida, balkim xususiy sektorlarda ham qo'llaniladi deyapti.
Masalan, men agar Toshkentda bo'lib, komandirovkaga Qoraqalpog'istonga borib qolsam, bemalol Qoraqalpog'istondagi har qanday poliklinikaga kirib, shifokor qabuliga kirishim mumkin. Men haqimdagi, meni kasalligim haqidagi hamma ma'lumot o'sha shifokorda kompyuterda chiqadi. Bu juda ham xalq uchun bir yaxshi o'ylab topilgan tizim. Faqatgina endi buni biz hayotga qay darajada qanday bir yaxshi demak tatbiq qila olishimizga bog'liq. Hozir aytib o'tildi, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan o'sha fuqarolarga, yurtdoshlarimizga ham ko'mak beradigan, ya'ni jihatlarga alohida e'tibor berilyapti. Eng katta muammolardan biri shu paytgacha bu zinalar bo'lgan. Zinalardan chiqib shifoxonalarga kirish juda mushkul masala bo'lgan. Hozir mana suratlarda ko'rib turibman, o'zi olib chiqib olib tushadigan texnikalar qo'yilgan. Bu demak xususiy tibbiy muassasalarga ham taalluqlimi, ularga ham tavsiyalar, takliflar beriladimi bu bo'yicha? Demak, davlat tibbiy muassasalari bilan xususiy tibbiy muassasalarni umumiy jihatlari haqida ham aytib bersangiz. Endi xususiyda gapirsak, xususiyda hozir akamiz yaxshi biladi, klinika ochish uchun xususiy klinikani o'zining talablari bor. Talablardan bittasi hozir o'zgartirish kirdi ularning qonunasiga, qonuniga. Ochayotganda shunday talablar borki, panduslar bo'yicha ham yozilib ketgan. Qanaqa pandus bo'lishi kerak? Demak, misol men tadbirkor bo'laman deb, xususiy klinika ochaman desam, ochish uchun 1 2 3 4 5 degan albatta bajarish kerak degan nimalar bor. Chora-tadbirlar bor. Undan bittasi pandus. Demak, pandusni qilmadingiz, ocha olmaysiz xususiy klinikani. Yoki anaqa meditsinskiy отход deydi, o'sha chiqimini utilizatsiya qilish bo'yicha uni ham qilmasa ruxsat bermaydi. Xuddi shunaqa qilib o'zlarining talabi bor. Bu 90 kunlik hozir biz xususiyga emas, bu o'zimizni davlat korxonalariga qilyapmiz, tibbiyot muassasalariga, lekin xususiy klinikalarda o'zining talablari bor. Ularni bajarsa keyin ocha oladi. Ungacha ochish mumkin emas. Ruxsat ham etilmaydi. Rahmat kattakon. O'zingiz bir necha yillardan buyon faoliyat olib borasiz, demak tibbiyot sohasida. Qaysi islohotlar odamlarga ko'proq yoqmoqda, qaysi islohotlar esa biroz tushunish jarayoni qiyinlashmoqda? Tibbiyot sohasiga prezidentimiz tomonidan juda katta e'tibor berilyapti va juda katta mablag'lar ajratilib, shu tibbiyot muassasalarini tibbiy asbob uskunalari almashtirildi, ya'ni zamonaviy tibbiy asbob uskunalari olindi. Undan tashqari mana hozir o'sha investitsiya dasturiga tushganda ko'p poliklinikalarimiz, shifoxonalarimiz investitsiya dasturi orqasida ta'mirlandi. Undan tashqari mana open budjet, hozir aytib o'tganimdek, open budjet o'ynashib, o'sha agar kimga mablag' ajratilmagan bo'lsa, o'sha aholiga tushuntirish olib, aholi shu poliklinikamiz yaxshi bo'lsin, o'sha shifoxonamiz yaxshi bo'lsin ovoz berishdi va shunda ta'mirlash ishlari olib borildi. Unda hozir mana aytib o'tganimizda o'sha raqamlashtirish ishlari olib bor. Mana 2 yil ichida raqamlashtirishda bizda hozir o'sha Dimet Uzinfocom orqali sharoitlar yaratib qilib berilyapti vazirligimiz tomonidan. Mana hozir o'sha barcha tibbiyot muassasalariga, davlat korxonalariga vazirlik tomonidan kompyuterlar olib berildi. Undan tashqari o'sha kerakli bo'lgan tibbiy asbob uskunalar, o'sha internet tizimlar hammasi yengillandi, qaytadan qilindi, sharoitlar yaratib berildi. Hozir mana fuqarolarimiz kelganda hozir to'g'ri aytyaptilar. Shifokorga yo'naltirganda ozgina qiyinchilik bo'lyapti-da. Masalan, birinchi marta kelganda fuqaromiz qabulga kelganda ro'yxatxonadan o'sha talon olib, birinchi amaliyotchi hamshiraga kiriladi. Amaliyotchi hamshira bu kerakli o'sha antropometriya o'lchovlarini, o'sha qon bosimini, o'sha puls oksimetr bilan pulslarini hammasini o'lchab, kerakli hamma narsani qilib, tayyor qilib oila shifokoriga yo'naltiradi. Oila shifokoriga kirgandan keyin u haqida, fuqaro haqida hamma ma'lumotlar tayyor chiqib keladi. Faqat o'shanda shifokorimizni bizda o'sha shikoyatini eshitish, o'sha fuqaromizni uni o'sha o'pkasini eshitib ko'rish, yuragini eshitib ko'rish, yotqizib o'sha qorn bo'shliqlarini ko'rib, kerakli o'sha hamma narsani eshitib ko'rib, yozib tavsiyalar beradi. Agar o'sha ko'rganda tor soha mutaxassisiga kiritish kerak bo'lsa, oilaviy shifokor yo'naltiradi. Bunda ko'p narsani oilaviy shifokor o'zi davolaydi, o'zi qiladi. Agar u o'zini o'sha anaqasida qila olmaydigan narsasi bo'ladigan bo'lsa, masalan, tushunmaydigan narsasi bo'lsa, unda keyin o'sha kardiolog shifokoriga, o'sha keyin travmatolog shifokoriga, jarrohga yo'naltiradi. Endi o'sha bemorimizni kardiologga masalan bordilar yoki endokrinologga bordilar. Shifokorimiz o'zida belgilaydi, kalendari bor.
belgilagandan keyin masalan 10-iyulda keling tan ko'ring. Tayyor talon chiqadi 10-iyulga. O'sha soati yozilgan bo'ladi. Ular kelgandan keyin anaqaga oila shifokoriga kirmaylar, to'g'ridan to'g'ri o'sha tor soha mutaxassisga kiriladi. Mana shu narsalar hozir hammasini tushuntirib o'rgatib boryapmiz, hammasini aholiga tushuntiryapmiz. Ko'p tushunmovchilik bo'lganda masalan meni yonimga ham chiqishadi, tushuntirib hammasini ko'rsatib, o'rgatib, hammasini beryapmiz. Keyin agar masalan shoshilinch kelib qoldi, shoshilinch fuqaromiz mazalari yo'q, alohida xona qilganmiz. O'sha xonaga olib kiramiz, shoshilinch tez tibbiy yordam ko'rsatamiz va o'sha agar kerak bo'lsa shifoxonaga yotqizib kerak bo'lsa, unda 103 tez tibbiy yordam telefon qilib u shifoxonaga yo'naltiramiz, u shoshilinch. Endi rejali bizada bemorlarimizni agar o'sha davolanish kerak bo'lsa, rejali shahar shifoxonalariga yo'llanma orqali yo'naltiramiz. Order sistemasi orqali emas, yo'llanma orqali yo'naltiramiz. U shifoxonaga borgandan keyin shifoxona o'sha shifokorlar ko'rib, keyin uni davolanishga yotqizishadi. Bu hozir klinik standart protokol ishlab chiqildi. Hozir o'sha topshiriq berilgan. Masalan, bizada uy sharoitida ham davolaymiz biz fuqarolarimizni. Kunduzgi shifoxona poliklinikalarimizda bor. Ertalab 8 dan kechqurun 8 gacha ishlaydi. Unda qaysi fuqarolarimiz davolanishi va shifoxonalarda kimni davolanishi hammasi hozir ishlab chiqilyapti va shu bo'yicha yo'naltiriladi. Bu faqat Toshkent shahrida amal qiladimi yoki butun respublikada? Bu butun respublika bo'yicha chiqarilgan. Bu hamma respublikada ishlaydi bu narsa. Buni endi aholimizga tushuntirib beraveramiz. Endi mana bunaqada oldin bizada hamma shifoxonaga yotishni yaxshi ko'rishganda, shifoxonaga chet davlatlarda unaqa yotaverishmaydi. Agar to'g'ri anaqasini aytayotgan bo'lsam, biz agar sog'lom turmush tarziga rioya qiladigan bo'lsak, bizga shifoxonalar kerak emas. O'sha masalan endokrinologik kasallik bo'lsa, o'zini masalan tabletkasi bor, tabletkasini ichib yurish kerak. Qon bosimi bo'lsa, o'zini o'sha tabletkasini vaqtida ichib yurish kerak. O'sha sport bilan shug'ullanib, sog'lom turmush, tabletkasini ichib yuradigan bo'lsa, hech qanday bizga shifoxona keragi yo'q. O'sha poliklinikaga kelib ko'rinib, shifokori kuzatuvda bo'lishi kerak bo'ladi. Tushunarli, rahmat kattakon. Yana bir juda ko'p yurtdoshlarimizda tug'iladigan bir savol bor. Nega o'sha viloyatlarda ham operatsiya qilish imkoni bor bo'la turib, bemorlar Toshkentga kelishda davom etmoqda degan savol. Bunga qanday javoblar bor? Aholimizda ongida singib qolganda Toshkent shahriga borsa, menda yaxshi o'sha o'tkazadi degan o'sha narsa singib qolgan ongida. Hozir tushuntirishlarni olib boryapmiz. Hozir to'g'ri aytyaptilar, o'sha viloyatlarda hamma sharoit yaratilgan. Zamonaviy asbob uskunalar, o'sha operatsiyaga ishlatiladigan hamma asbob uskunalar qilingan zamonaviy. Hozir o'sha aholimizga tushuntirib, o'sha o'zinglarni o'sha viloyatda tumanda ham juda yaxshi o'sha jarrohlik amaliyoti oshilayotgan tushuntirib boryapmiz. Endi ularni ham o'zi nima deydi, haq-huquqi bor, o'zi tanlash huquqiga ega-da. O'shanga masalan Toshkent shahrida qilgisi keladigan bo'lsa, biz endi uni majburlab yo'q bormaysan deya olmaymiz. Endi borgan sari o'sha o'zligi ko'rsa, o'sha viloyatlarda qilinayotgan jarrohlik o'sha masalan ular o'zligini o'sha televideniyada o'sha ko'rsatib borilsa, o'zligini o'sha Telegram kanallari bor aholini, o'shalar hammasi yoritib borilsa, aholimiz uni tushunib, yetib borib o'sha shu Toshkent shahriga kelish kamaya boshlanadi. Va o'zini o'sha viloyatlarda qilinadi. Uzoq yillar davomida mamlakatimizda order tizimi tibbiyot sohasida olib borildi. Lekin mana 2 yildirki, demak u elektron yo'llanma tarzida bugungi kunda faoliyat olib boryapti. Hamon lekin yurtdoshlarimiz orasida order olishim kerak, order bilan boraman degan fikrlar bor. Yana bir jihat borki, o'sha elektron yo'llanmalar ham aynan viloyatlardan Toshkent shahridagi ba'zi bir shifoxonalarga yo'naltiriladi. Qanday turdagi operatsiyalar aynan Toshkentga yo'naltiriladi? Shu jihatga ham e'tibor bersak. Bu yerda mana o'sha oldin mis tizimi bo'lgan, to'g'ri aytasiz, mis tizimida imtiyozga ega fuqarolarimizni jarrohlik amaliyotini oshirish bo'yicha ular elektron sistemaga kirgizilgan va o'sha markazlarga o'sha elektron sistemasi borgandek u markazlar ko'rib chiqadi. U markazlar hammasi filiallari bor har bitta viloyatda. O'zligi umumiy ko'rinib turadi butun respublika bo'yicha. Ular o'zlari qo'yib chiqishadi, o'sha viloyatda qilinadimi, shaharda qilinadimi, belgilab berishadi. Fuqarolarimiz o'sha yerga borib, keyin jarrohlik amaliyotini o'tkazadi. Shaharda oldin order sistemasi berilgan, hozir order sistemasi berilmaydi. Yo'llanma, 3 tomonlama yo'llanma shifokor yozib beradi, oilaviy shifokor. Yotish kerak bo'lsa, uch tomonlama yo'llanma orqali yo'naltiradi, order orqali emas.
shifokorlarimiz, hamshiralarimiz hammasi o'sha kompyuterda ishlash, raqamlashtirish bo'yicha qanday ish olib borishni hammasi o'qitildi va hozir olib borilayotgan o'sha raqamlashtirishlarda o'zgarishlar bo'lyapti. Mana masalan hozir Yunusobod tumanida namunaviy qilib retseptlarni yozganimiz xususiy aptekalarni hammasi kiritilyapti deb. Mana oilaviy shifokor retsept yozib beradi, elektron tarzda yozib beradi, ya'ni qo'liga yozib bermaymiz. Xohlagan apteka, xususiy aptekasiga kirganda, shunda esa aptekadan shunda bo'lsa, ularning o'sha retseptlari chiqib keladi. Deb qo'llarida olib yuradi. Ya'ni hozir bunda biz korrupsiyani oldini olamiz. Ya'ni oldin masalan qaysidir dorini shifokor agar anaqa qilib yozib berayotgan bo'lsa, hozir bu narsalar bo'lmaydi. Endi deb aptekalarda ham masalan dorilarni sifatli dorilar kirib keladi. Endi hammasi chunki ro'yxatga olinadi, ularni hammasiga QR kod beriladi. Biz berayotgan o'sha elektron retseptlarimiz hammasini QR kodi bo'ladi. Hozir juda katta o'zgarish bo'lyapti. Hozir mana Yunusobodda tugatilgandan keyin butun respublika bo'yicha shu narsa qilinadi. Mana bizda hozir yig'ishdi, o'sha shahar departamentidan kelishdi, o'sha shahar bosh boshqarmasida barcha o'sha xususiy aptekalarni rahbarlari chaqirilib, ya'ni ularning endi filiallari ko'p, ularga hammasi savol javoblar o'tkazildi. Ular hammasi shu narsaga o'tishga o'zligini takliflarini berish va qanday takliflar bo'lishini ham aytib o'tishdi. Masalan, o'sha retsept beriladigan anaqalarimiz bor, retseptsiz beriladigan dorilarimiz bor. Shular haqida gaplashib olindi. Dasturimiz bo'yicha yana bitta tibbiyotni sifatini yaxshi qiladigan narsa bu oddiy palatalarga kirsanglar, odamlar operatsiyadan keyin yotgan bo'lishi mumkin. Ular yotganda hozir biz ko'rgan holat ko'p muassasalarda kirsak, hamshirani chaqirish kerak. Hamshirani chaqirish uchun nima qiladi? Yoki kimnidir aytish kerak, chiqib keling deb, agar odam yura olsa, yoki baqirib chaqirganlarni ko'rgan. Shunaqa bo'lmasligi uchun bizda bitta chora-tadbirimiz bor. Bu tugmachalar bo'ladi. Tugmachada misol bitta palataga bitta yoki har bitta bemor oldiga bitta u haligi odam bemorning holatiga qarab qo'yiladi. U tugmachani bossa, hamshiraga keladi. Chaqiryapti, shu palataga qarab qo'ying deb bemalol borib qaraydigan shunaqa imkoniyatlar yaratyapti. Demak, hozir aytishingizdan oldin mana shuni ko'rganda bu nima ekan degan savol paydo bo'lgandi o'zimda. Butun respublikadagi davlat tibbiy muassasalarida bu bilan ta'minlash imkoniyati qay darajada? Bu statsionarlarda qilinadigan sababli, statsionarlar hammasi emas-ku, bizda ko'proq poliklinikalar. Shuning uchun statsionarlarda har bittasini hisoblab chiqamiz. Hamma muassasadan biz bu ishni boshlashdan oldin nechta kelyapti, qancha mablag' ketadi deganda ular hisoblab berishgan, shu hisob bo'yicha hammasiga ta'minlaganda yetadi deb pul ajratilyapti hozir. Undan tashqari yana biz demak 3-maqsadga qaraydigan bo'lsak, tez tibbiy yordam avtomashinalari, zambillarini xavfsizlik kamarlari bilan ta'minlash degan alohida bobi ham borligiga guvoh bo'ldik. Bu nima maqsadda tashkil qilingan? Shu paytgacha bo'lmaganmi? O'zi bo'lish kerak va bu ko'pinchasida bor, lekin biz o'zimiz ko'rdik, bemorni baland binodan pastga olib tushayotganda shunaqa zambillar yo'q bo'lgani sababli qiyinchiliklar, muammolar bo'lgan. Shunaqa bo'lmasligi uchun shu narsani albatta qilinglar degan biz shart qo'yapmiz. Bu bo'lish kerak. Bu bemorning xavfsizligi. Tasavvur qiling, bemor o'zi og'ir holatda, uni ikkita xodim olib kelyapti, uchib ketib qolsa-chi, nima bo'ladi? Uni biz aybdor bo'lib qolamiz-ku, shunaqa bo'lmasligi uchun shu narsani qilinglar degan biz majburiyat qo'yapmiz. Tushunarli. Undan tashqari shifokor ko'rikxonalarida yotoq o'rinlari orasida to'siqlar o'rnatilishini ta'minlash. Ba'zi joylarda hamon bu holatlar yo'qligini ko'rish mumkin. Endi demak 90 kunlik davomida bu muammo ham bartaraf etilishi nazarda tutiladi, to'g'rimi? Yana bir jihat bor. Shu paytgacha o'sha binolarni nogironlar va harakat cheklangan shaxslar uchun qulayliklar yaratuvchi maxsus moslamalar bilan jihozlash degan jihatga e'tibor berdimda. Shu jihatda o'sha davlat tibbiy muassasalarida va boshqa tashkilotlarda uchraydigan kamchilik hayolimga keldi. Bu qanday kamchilik deyilganda, soppa sog'lom, oyoq qo'li yurishga bemalol yura oladigan insonlar ham chiqib tushishga qiynaladigan jarayonlar borda. Mana shu yerda esa aynan santimetr, millimetrlargacha ko'rsatib o'tilganligi juda ham maqsadga muvofiq. Nimaga deyilganda, ko'z-ko'z qilish uchun shunchaki qurib qo'yiladi nogironlar chiqib tushishi yo'laklari. Lekin u yerda aytganimizdek, soppa sog'lom odam ham tushib chiqishga qiynaladi. Demak, buni tayyorlash jarayonida ham qandaydir xalqaro tajriba o'rganildimi? Albatta, bu xalqaro tajribaning standartlarini oldik. Shu standartlar bo'yicha bizda O'zbekistonda SHNK bor. Shu binolarni qurayotganda o'zining talablari bor. Shu talablar asosan ijtimoiy himoya agentligi bilan birga ular bilan ko'rib chiqib, ular ham qo'llardi, xursand bo'lishdi. Shu mavzuni ochganimizga va ular bilan birga ishlab shu standartlarni qo'ydik. Bu standartlar bo'yicha qilsa, xudo xolasa bu ishlar jarayonlar amalga oshganda bemorlar o'zlari
shu nimalar kolyaskalarni bemorlar kiradigan sharoitlar yaratamiz. Uni o'zlarini nimasi bor ekanda, talablari bor ekan. Birinchisi o'zi ushlab tortib bitta harakatda chiqish kerak ekan. Shunaqa imkoniyat yaratish kerak. Men misol o'zim qanaqa qilaman? Farzandimni kolyaskaga qo'yib yuraman Toshkent bo'yicha. Hamma yerda yuraman. Qiyinchilik joylar bor. Farzandim endi uxlab qolgan mahalda ko'tarib tushirishim kerak, o'tkazishim kerak. Farzandim uyg'onib ketadi. Bunaqa bo'lish kerak emas-da. Bemalol yurishim kerak xohlagan joyimda. Shunaqa imkoniyatlar yaratilsin deb turib standartlar bo'yicha ishlab chiqdim. Rahmat kattakon. Oxirgi 1-2 yil davomida qurilayotgan yangi inshootlarda bu jihatlarga alohida e'tibor berilyapti. O'sha yo'llar uzun qilib aylanma yo'l shaklida. Lekin eski binolarda esa hamon bitta inson, hattoki bitta yordam beradigan inson ham olib chiqa olmaydigan joylar borda. Demak, eski binolarda ham to'g'irlash uchun qanday ishlar amalga oshiriladi? Ular qurib boshqatdan quriladimi yoki o'sha holatda qoladimi? Qanday tavsiyalar, takliflar? Hozir o'shanga biz o'sha reja ishlab chiqib, o'sha mablag'ni hisoblab chiqdik. Va mablag'ni hisoblab chiqib hokimiyatga berdik. Hozir hokimiyat bizga mablag' ajratadi va shularni biz qaytadan yengildan o'sha panduslarni quramiz. Demak, bu bugungi kundagi eng katta muammolardan bittasi. Keladigan bemor chiqa olmaydi aslida. Yana bir nima bor. Hozir eshitib qolasizlar. Hozir boshqa viloyatlar bor. U viloyatlarda shu imkoniyatlarni yaratish uchun yangi bino qurishga majbur bo'lgan joyda o'pim byudjetda yutganlar bor ekan. Boshidan binoni buzib yangi quryapti. Yangi proyektlar qilib, u proyektlarda har bitta qadam o'ylangan. Misol, birinchi kirganda ro'yxatxona qanaqa bo'lishi kerak, birinchi xona qaysi xonadan boshlanishi, ikkinchi xona qanaqa bo'lishi kerak. Shuni qilib yangi binolar qurilayotgan joylar ham bor. Endi albatta savol beryapsiz, lekin men mutaxassis sifatida, shifokor sifatida bitta savol bersam, mana bugungi kunda texnologiya kun sayin rivojlanyapti, lekin mana Toshkent shahrimizda har bir metr kvadrat juda ham nima belgilangan holatda. Endi eski binoda turibdi. Bu binoni boshqatdan qurib yo panduslarni uzaytirish imkoniyati yo'q bo'lsa, mabodo bugungi zamonaviy texnologiyalardan foydalanilgan holda o'sha demak nogironlik aravachalarini yoki boshqa narsalarni o'sha chiqarib qo'yadigan moslamalar qo'yish haqida ham bir o'ylab ko'rildimi yo'qmi? Albatta bu yerda bor ekan. O'yladik. Bu narxini ham hisoblaganmiz. Hisoblab qo'yganmiz. Uni 7 millionga qilsa ham bo'lar ekan, 7 milliondan 10 ming dollargacha dedi. Eskiroq bino bo'lsa 3-4 qavatga qiladigan tashqarida joylashgan liftlarga ham bor ekan. Imkoniyati cheklanganlar. U joylar ham bor. Bu hammasini biz kitoblarimizda belgilab ketganmiz. Hamma o'z sharoitiga qarab qiladigan nima qiladi. Lekin undan tashqari vaqtincha qiladigan imkoniyatlar ham bor ekan. Vaqtincha panduslar bor ekan, qo'yar ekan, bemor kelgandan keyin chiqargandan keyin olib qo'yadigan. Bu narsalarni yozib ketganmiz. Demak, qaysi biri qulay bo'lsa, hududdan kelib chiqqan holatda ular tashkil etiladi. O'zim ko'rganman, bu nafaqat nimada viloyatlarda, Toshkentda ham ko'rganman. Ro'yxatxonada bitta telefon turadi, statsionar. Viloyatga borsam telefonda o'zi yo'q. Men o'tiribman, endi ishni jarayonini ko'ryapman, kim qanaqa ishlayapti. Bir mahal 70 dan oshgan oqsoqol keldi. Ko'rishdim, nima maqsadda keldingiz poliklinikaga, nima murojaat qildingiz desam, shu shifokorim bor edi, nevropatolog dedi, shunga kelishim kerak edi. Bugun ishlaydimi dedi. Ro'yxatxona xodimi yo'q deb qo'ydi. Xo'p deb turib xafa bo'lib ketdi oqsoqol. Bu narsa bo'lmas uchun nima qilish kerak? Birinchi bo'lib telefon bo'lsa, har bitta muassasada, tibbiyot muassasasida ro'yxatxonada statsionar telefon bo'lsa, o'sha bemorlar bor. Hozir bizda navbatda nimaga navbat bo'layotganini bilishimiz kerak-ku. Birinchi sabablari bu shu ma'lumotni bilish uchun kelgan odamlar bor. Shu odam uyda o'tirib, shu oqsoqol telefon qilib, poliklinikaning ish vaqtida telefon qilsa, savolga javob olsa kelmardi-yu. Shuncha yo'ldan kelmardi-yu. Shuning uchun biz talab qo'ydik, statsionar telefon har bitta muassasada bo'lishi va uni ish vaqtida ishlashi. O'zingiz tadbirkorlik bilan shug'ullanyapsiz, tibbiyot sohasida. Demak, dunyoda tibbiyot kundan kunga rivojlanib bormoqda. Bu rivojlangan mamlakatlarni ham bilamiz. O'zingiz qaysi jihatlarni O'zbekistonga tatbiq etish kerakligini ayta olasiz? Bugungi kunda mana endi men yuz jarrohi, stomatolog bo'lganligim sababli bu boradagi hamkorliklar ancha yo'lga qo'yilgan. Mana yaqinda bizni o'zimiz shogirdimiz Bekzod Asadov tomonidan italiyalik olimlar tashrif buyurdi, taklif qilindi, lekin bu xususiy sektor asosida amalga oshirilyapti. Endi masalan, Italiyadagi stomatologiya yo bo'lmasa yuz jarrohlik sohasidagi yutuqlarni bugungi kunda O'zbekistonimizga ham qo'llash imkoniyatlari paydo bo'lyapti. Chunki yaqinda bir guvohi bo'ldim, hattoki Moskvadagi bir taniqli inson Toshkent shahriga kelib, katta bir shifokorlarni yig'ib kurslar tashkil qildi. Albatta mana shu katta olimlar bilan ishtirokida qilinadigan mana shunday kurslarni aynan demak Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda qolaversa, mana shu malaka oshirish
institutlari bilan hamkorlikda agar amalga oshiradigan bo'lsak, masalan bizni xalqimiz har doim bunday xalq hamma joyda ham bor emas, mehnatsevar. Masalan men respublika shoshilinch yordam ilmiy markaziga kelganimda apparaturalarni ko'rib, bu apparaturalarni qachon ishlatishni o'rganar ekan deb hayron bo'lganman. Lekin 6 oyda bizning mutaxassislarimiz o'sha uskunalarni bemalol ishlatib ketgan. Shu sababli o'zbekistonlik shifokor, reanimatolog bilan boshqa bo'ladimi? Arab davlatlariga bemalol. Mana bugun men bilan birga ishlashgan odamlar Amerikada, Yevropada ishlab yurganlari bor. Shu sababli bizning xalqimiz mehnatsevar xalq. Mana shu har qanday yangilikni bular erinmasdan o'rganish va hayotga tatbiq qilish imkoniyatiga ega. Shu sababdan masalan agar xorijiy davlatlar bilan bugungi kunda mana shu hamkorliklar amalga oshirilyapti. Bu juda ham yaxshi va mana shu amalga oshirilayotgan xorijiy davlatlardan keladigan texnologiyalarni, o'sha operatsiya usullarini mana shu tezroq o'zimizni mana Farim komitet deymiz, Sog'liqni saqlash vazirligi deymiz, ayrim materiallarni masalan xorijdan olib kelib uni hayotga tatbiq qilish uchun maxsus ruxsatnomalar kerak. Endi masalan mana shu maxsus ruxsatnomalarni ham ruxsat berish jarayonlarini ham agar tezlatiradigan bo'lsak, masalan mana Xudoga behisob shukr 10 yil oldin O'zbekistonda Toshkentda qilinmaydigan operatsiyalar bugun qilinyapti. Shu sababli masalan mana xususiy korxonalarda bo'lsin, davlat korxonalarida bo'lsin, mana shu yangi texnologiyalarni olib kelganda, o'sha texnologiyalarni demak ro'yxatdan o'tkazish, yangi demak materiallarni, yangi jihozlarni ro'yxatdan o'tkazib, uni ruxsat berish jarayonlarini agar tezlashtiradigan bo'lsak, takomillashtiradigan bo'lsak, o'ylaymanki, yaqin mana shu yillarda shu paytgacha Toshkent, O'zbekiston Markaziy Osiyoni tibbiyot bo'yicha yetakchi davlatlardan biri bo'lib kelgan. Shu sababli bugungi kunda ham masalan xuddi shunday imkoniyatga ega bo'lyapti. Buni yanada tezroq mana shu imkoniyatlarni yo'lga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi kundagi tibbiyotimiz yanada yutuqli joylari mana baribir har qanday o'tmish qanday bo'lishidan qat'iy nazar tibbiyot xodimlari bir sinovdan o'tkazgan soha bu Covid boshimizda o'tkazdik. Covid sharoitida masalan biza Markaziy Osiyo yoki o'zimiz O'zbekistonimizda yetakchi mutaxassislar har xil sohadan masalan yig'ilishib tibbiyot xodimlari kasbiy malakasini rivojlantirish markazida to'g'ridan-to'g'ri Yevropa mutaxassislari bilan teletibbiyot orqali, ya'ni onlayn bog'landik. Ularda qanday chora-tadbirlar, qanday davolash usullari qo'llanilyapti. Ayniqsa o'sha paytda bu soha rivojlandi. Bugungi kunda masalan teletibbiyot haqiqatan ham markaziy, demak respublika shoshilinch yordam markazi va endi men shunga ko'proq taalluqli bo'lganligim uchun bugungi kunda masalan viloyatlarga borib o'tirmasdan aynan o'sha monitoring qilish hisobiga o'sha yuborilayotgan bemorlar haqidagi berilayotgan axborotlar va o'sha teletibbiyot yordamida markazda o'tirgan o'zini ishini ustasi bo'lgan shu soha vakillari bemalol o'sha viloyat markaziy shifoxonasida yoki bo'lmasam tumanlarda yotgan bemorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri o'sha tashxislarni yanada aniqlashtirish, davolash chora-tadbirlarini yanada demak mukammalroq, yanada zamonaviyroq, o'sha dunyo protokollariga to'g'ri keladigan davo chora-tadbirlarini ishlab chiqishda bugungi kunda haqiqatan ham teletibbiyot ham rivojlanib kelyapti. Bu biz bugungi kundagi tibbiyotimizni butun jahon andazalariga mos kelayotgan bir jihatlardan biri deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi va mana shu shoshilinch yordam tizimidagi bu nima deydi tajribani boshqa sohalarga ham agar tarqatadigan bo'lsak foydadan xoli bo'lmaydi. Rahmat kattakon. Demak, tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar vaqti haqida gaplashar ekanmiz. Uni natijalari juda ko'pchilikni qiziqtiradi. Qani, xo'p, boshlanibdi. Endi natijasi bugun yurtdoshlarimizni xursand qila oladimi degan o'rinli savol paydo bo'ladi. Boshlanganiga hali hech qancha bo'lmadi. Bir necha haftalar bo'ldi xolos. Boshlanishdagi ishlar qanday ketmoqda hozirgi kunda? Biz viloyatlarda borib yurganimizda ishchi guruhlar tashkil etilgan. Bizda hozir nafaqat 90 kunlik, undan tashqari prezident farmoni chiqdi 88-chi va 185-chi prezident qarori chiqdi. Bu bo'yicha 15 ta tumanda islohotlar boshlandi. Bu yangi model tibbiyot sohasida yangi tizim qilyapmiz. Bu yerda boshqacha ishlar bo'lyapti. Oilaviy shifokorlarda nimasini rolini katta, bu yerda oylik oshish bo'lyapti va juda katta ishlar bo'lyapti va undan tashqari 90 kunlik ham bo'lyapti. Shu ishchi guruhlar yurganda odamlar o'zlari ko'rib o'zgarishlarni, o'zlari xursand bo'lganlarini ko'ryapmiz. Endi aytganimdek boshda
90 kunlikni biz to'g'ri bajarish xudo xohlasa bajaramiz. Shu bajargandan keyin 1-sentyabrda odamlar ko'rib, o'zlari biz aytmagan bo'lsak ham ana bo'larkanu degan gapni gapirib, o'zlari sezadi. Kamida shu ona bola xonasi, kamida shu hojatxonalar zo'r qilinsa, odamlar sezib, menimcha duo ham qilishadi xudo xohlasa. Aytganingizdek, hojatxonalar masalasi eng katta dolzarb masala. Nafaqat bu tibbiy muassasalarda, balki barcha tashkilotlarda, muassasalarda eng e'tibor berilishi muhim bo'lgan jarayon jihatlardan biri bo'lib qolaveradi. Demak, boshqa hozir Turkiya misolini aytdingiz o'zingiz, boshqa davlatlarda ham bu jihatdan foydalanilganmi yokida shunga o'xshash qaysidir jihatlar bo'lganmi? Albatta, o'zi bu bitta kitob bo'yicha 90 kunlik the first 90 day degan bu birinchi 90 kunlik degan bu yangi rahbar kelganda yoki yangi islohotlar boshlanganda qilinadigan ishlar. Misol AQShda ham olsak, u yerda birinchi 100 kunlik. Bu narsa Turkiyada ham boshqa joylarda ham bo'lgan. Har bitta qadamini qilgan sari xalq sezadigan ishlarda bular. Shuning uchun bu ishlarni boshqa davlatlar qilgan. Shuning uchun bu yangilik emas, lekin buni to'g'ri qilsa hamma sezib, hamma bilib, hamma xursand bo'ladigan ishlar. Rahmat kattakon. Demak, tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar vaqtiga demak, ehtiyoj bormidi bugun O'zbekistonda? Qanchalik ehtiyoj bor edi? Balki shuni 90 kun qilmasdan turib qanchalik tezroq amalga oshirsa bo'lmasmidi degan savol ham paydo bo'ladi. Sodda aytganda, tibbiyot uyg'onish kerak. Tibbiyot o'zicha yurib, bizda bitta muammo bor edi. Bitta muassasa kuchli bo'lib, zo'r bo'lib oldi ketib 22-asrga o'tib ketyapti. Bittasi 19-asrda qolib ketyapti. Bunday aytganda oddiy tilda. Shunaqa bo'lmasligi uchun biz har bitta muassasada bir xil standartga yaqinlashtiryapmiz. Bu standart bir xil emas hali, kelajakda o'tsa bo'ladi. U degani eshikka chiqqaningizda, xuddi mana yurganingizda masjidda belgilari bor, u hamma bir xil. Xuddi shunaqa qilib poliklinikaning ham bir xil belgilari. Yurganingizda ana shu poliklinika degan belgi bo'ladi. Kirganingizda hamma yerda bir xil. Bu narsa standartga sekin-sekin keladi. Qachon biz Toshkent shahridagi poliklinika bilan viloyatning chekka hududidagi poliklinikalar bir xil holatga kelishiga erishishimiz mumkin? Endi ko'p narsa birinchi bo'lib mablag'ga taqaladi. Shuning uchun biz hozir 15 ta tumanda torlaganmiz. Shu 15 ta tuman respublika bo'yicha bir xillik olib ketilishga boshlandi. Bir xil degani nima degani? Poliklinikani oilaviy shifokor punkti, oilaviy poliklinika, KTMP ko'p tarmoqli degan narsa yo'q bo'lib ketib, bizda hozir oilaviy poliklinika bo'lyapti va shifoxonani bir bo'limi bo'lyapti, diagnostik bo'limi. Shu oilaviy poliklinikalar hamma tumanlarda bir xil standart bo'yicha kabinetlar joylashishi, birinchi qavatda nima bo'lishi, ikkinchi qavatda nima bo'lishi, shu bir xil standart bilan qilishni boshladik. Bu pilot. Bu narsani biz ishga amalga oshirsak, 26-yilda Samarqand viloyati butun Samarqand viloyati bo'ladi. Hozircha 15 ta tuman, bu degani 3 ta tuman bu Samarqand viloyatida, qolgan har bitta viloyatda bittadan, Toshkentdan tashqari. Bularni ishga tushirganimizdan keyin bu bir xil formatda bo'ladi. Shu narsani biz qilib olgandan keyin, ko'rsatgandan keyin namuna bo'lib, keyin boshqa tumanlarga ham nima endi bularning fikrlariga qo'shimcha qilaman. Men endi boya aytdim, hamkasblarim butun dunyo bo'yicha hozir tarqalib ishlab qaytib kelishdi. Mana arab davlatlarida ham hattoki juda ham yaxshi tashabbus bilan chiqilgan bu 90 kunlik. Arab davlatlarida ham, Yevropada ham davlatning bu chekkasidagi standartlar, ya'ni protokollar kasallikni davolash bo'yicha bu qishloq bo'ladimi, shahar bo'ladimi, davlatning narigi chekkasidagi shifoxona bilan protokollar bir xil. Sabab aynan mana shu 90 kunlikda shu narsa endi kiritilib, agar bu yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, masalan bitta kasallikni davolash shifokor uchun standartlar berilgan, protokollar berilgan, ana shu bo'yicha davolaydi. Faqat diagnozni to'g'ri qo'yib olishsa bo'lgani. Bu diagnozni ham bugungi kunda to'g'ri qo'yish uchun boyaga aytganimizdek viloyat markazlarida, tuman markazlarida ham bugungi kunda agar davlat sektorida agar yetishmovchilik bo'lsa, xususiy sektorlar bugungi kunda rivojlanib, o'sha diagnostika imkoniyatlari kuchayib boryapti. O'ylaymanki, bu 90 kunlikda mo'ljallangan narsa agar yo'lga qo'yilsa, bizni O'zbekistonda ham ana shunday ayrim xatoliklar natijasida qurbon bo'layotgan ayrim kasallarimizni soni kamayadi deb o'ylayman. Rahmat kattakon. Ana endi biz uchun xulosaviy fikrlaringiz muhim. Yurtdoshlarimiz bugun tibbiyotda bo'layotgan qaysi islohotlardan ko'proq boxabar bo'lishlari kerak. Demak, o'sha muammolarni o'z o'rnida paydo bo'lgan muammolarni bartaraf etishlari uchun. Fuqarolarimizni o'zini o'sha oilaviy shifokorini, o'zini o'sha patronaj hamshiralarni bilish kerak bo'ladi.
o'sha agar o'sha oila shifokor patronaj hamshirasi bilan o'sha o'zligida o'sha mahalla kesimida telegram gruppalari ochilganda o'sha ma'lumotlarni o'sha yerda o'qib tursa ma'lumotlarga ega bo'ladi. Hozir mana 3-4 guruh kasalliklarda nazoratda turadigan guruh bemorlarimiz bor. Ularga patronaj hamshiralari har oyda borib turishadi. Har oyda borib, ular bilan suhbat o'tkazib, ular ahvolini so'rashadi. Va shunda mana agar shifokor maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir mana aytib o'tilgandek, biz planshetlar berganmiz. O'sha planshet orqali shifokor bilan bog'lanadi. Shifokor o'sha orqali ko'rib, bemorimizga tavsiya beriladi. Bundan tashqari hozir o'sha aytdik, hammaga o'sha biza o'zimizni o'sha mahallalarda ham yig'ib tushuntirishlarni olib borishimiz kerak bo'ladi. Shu raqamlashtirishga o'tganimizdan va qanday yengilliklar bo'layotganini mahalla kesimida tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi. O'shanda o'sha asosan o'sha yosh kattalarimiz chiqishadi. Shanba, o'sha yakshanba kunlari uyda o'tirgan aholimizni yig'ib bu tushuntirish ishlarini olib borsak, ularning ongiga tezroq yetib boradi va o'sha amalga oshirayotgan ishlarimiz haqida ularning ham xulosasi o'sha o'zgaradi. Rahmat kattakon, xulosaviy fikrlaringiz. Qisqa aytsak, aholi yangi apparat qo'yibdi, yangi laboratoriya degan narsaga uncha ahamiyatga bermardi. Hozir biz bu narsalarni amalga oshirsak 90 kunlik. Birinchi bo'lib yaxshi kayfiyatda kirishni boshlaydi poliklinikalarga. Sababi bemor odamning kayfiyati yo'q bo'ladi. Lekin kirganda shu birinchi ro'yxatxonada yaxshi muomala qilib, shu yuzma-yuz gaplashib, navbatlar yo'q bo'lib, hamma vaqtida to'g'ri yo'naltirib, bekordan kerak emas u yoqqa bu yoqqa yubormasdan shunaqa imkoniyatlarni yaxshi yaratganimizdan keyin aholi o'zi tibbiyot xizmatidan rozi bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli, rahmat. Xulosa qilib aytganimizda nima deydi? Boyaga aytganimizda xalq, elimiz, yurtimizni o'zi ham bu masalada sal e'tiborliroq bo'lishlari. Qolaversa mana shu shifokor qabuliga borayotgan paytda mana shu shifokorlarni o'sha mutaxassislik bo'yicha kompetensiyasi qay darajada? Bu davlat sektorlari bo'ladimi, xususiy sektorlar bo'ladimi? Ba'zi paytlarda kerak bo'lsa mana shu yordam berayotgan shifokorlarni shu yordam berilayotgan soha bo'yicha mutaxassisligi bormi, yo'qmi? Masalan, boyaga aytganimizdek, har doim ham xususiy sektorni, demak, Sog'liqni saqlash vazirligi yoki boshqa tashkilotlar bugungi kunda kirib tekshira olmaydi. Shu sababli faqatgina masalan mana shu sohada shu sizga tibbiy yordam ko'rsatayotgan mutaxassisni shu soha bo'yicha bir ma'lumoti, kompetensiyasi bormi yo'qmi, shuni aniqlab beradigan kerak bo'lsa hujjatlarini so'rash kerak. Kerak bo'lsa mana internet sohasida shundoq internetda yozadigan bo'lsa, shu shifokor haqidagi barcha ma'lumotlar kelib chiqadi. Bu 90 kunlikka qo'yiladigan bu raqamli ma'lumotlar shunchalik yaxshiki, siz borayotgan shifokoringiz haqidagi to'liq ma'lumotni avval telefon yoki kompyuteringizdan bilib olib, undan keyin navbatga turib borib o'sha shifokordan sifatli tibbiy yordam olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun men o'ylaymanki, xalqimiz ham e'tiborsiz bo'lmasdan mana shu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishdi. Qolaversa kompyuter, telefondan faqatgina seriallar ko'rish yoki bo'lmasam ayrim mana bu ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim yomon roliklar ko'rishdan ko'ra o'sha yaxshi jihatidan foydalanishni o'rgansalar, mana shu qo'yilayotgan 90 kunlikdagi demak mana shu mutasaddilarni oldiga qo'ygan vazifani yanada chuqurroq amalga oshirish imkoniyati bo'ladi. Chunki qarasak ikki qo'ldan chiqadi. Shuning uchun faqatgina nima deydi, bu nima amaldor yo bo'lmasa o'sha sohani boshqaruvchilardan emas, aynan xalq tomonidan ham demak javob bo'lish kerak. Men o'ylaymanki, o'shanda maqsadga muvofiq bo'lib, o'sha maqsadga yetishgan bo'lamiz. Rahmat kattakon, bugungi fikrlaringiz uchun, berilgan takliflar uchun minnatdorlik izhor qilamiz. Qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va ma'rifat telekanalida agar ko'rsatuvning navbatdagi sonini tomosha qildingiz, dasturimiz davomida tibbiyotda olib borilayotgan islohotlar xususida qolaversa, respublikada e'lon qilingan 90 kunlik dastur haqida sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qildik. Buguncha sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, omon bo'ling.